Qarshi shahar 3-mikrorayon Yubiley Ketabekani orqasi, ya'ni markaning orqasida joylashgan 5 qavatli domni birinchi qavatda joylashgan 2 xonali uyimiz srochniy sotuvda narsalari bilan tayyor holda kirib, faqat yashaysiz xolos. Endi esa ichkarilarini ko'rsatamiz. Xo'p, endi asosiy eshigimizdan kirishingiz bilan bu tarafda sanuzel joylashgan, to'g'rida juda ham ajoyib qilib, hamma narsalar ajoyib. O'ng tarafda esa spalni xonamiz. Konditsionerlar ishlab turibdi, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi qoladigan, narxini oxirida aytaman, juda ham ajoyib. Mana shunday uy izlaganlarga bemalol jo'natib qo'ying. 2 xonali uyimiz 66 kvadratdan iborat zal. Zalimizni ko'rishingiz mumkin. 66 kvadrat deb aytdim. Juda ham chiroyli qilingan, hamma narsasi ajoyib. Televizorlar o'rnatilgan, lyustralar o'rnatilgan va oshxonani bitta oshxonaga baho berasiz. Oshxona ham juda ham ajoyib. Xolodilnik, hamma narsasi ajoyib qilingan. Kelasiz va kirib yashaysiz xolos. Keyin bu tarafda kirish xodi qilingan. Kirish xodining tashqi taraflarini ko'rishingiz mumkin va bu yerda mashina qo'yadigan joylar qilingan, hamma narsasi ajoyib holda. Mana shu uyimiz sotuvda $35,000 deb turgan joyda biz kelib $31,000 gaplashib qo'ydik. Yana kelishtirib beradigan joy bor. Ikkilamchiga olmoqchi bo'lganlar bemalol kelib, ikkilamchiga ham xarid qilishingiz mumkin.